oilasi notinch erkak ko'chada boshini baland ko'tarib yurolmaydi. Chunki faqat erkaklarning xayoli mana shu ich uyida bo'ladi. Ular emotsiyasini ko'rsata olmaydi. Ular boshqacha biz yig'lab, dramatizировать qilib ko'rsata olamiz. Erkaklar ancha bizni bosiq. Qaynanangiz bilan kelishuvga keldingiz, bu yog'i oson. Chunki sizlar aslida ikkalovingiz birlashib, ikkalovingiz ham yaxshi ko'radigan va sizni ham yaxshi ko'radigan shu inson bitta o'sha sizni turmush o'rtog'ingiz, qaynanangizga o'g'il bo'lgan shu inson uchun yaxshilik qila olasizlar. Aslida man qachonki birlashsanglar, gap tashib, bir-biringlar bilan g'idi-bidi qilmasdan, kechqurun bechora uyga keladi, janjal, oyisini yonini olay desa, bu yerda sevimli xotini bor, sevimli xotinini yonini olsa, onasi xafa bo'ladi. Bu hayot emas, azizlar, bu hayot emas, bu jahannam. Siz shunchaki o'zingizni prinsiplaringiz, o'zingizni kibringiz, o'zingizni men isbotlayman, men mana shu manmansirab aslida mana shu bitta erkakni o'rtada sarson qilib, erkakni o'stirishga, qanaqadir hayotda qanaqadir katta muvaffaqiyatga erishishga bermayapsizlar.